Atışning usuli. Xo'jav 3 gram. Abdiyan 5 gram. Bulaqdachi 2 tal, 8 quloq 3 tal. Qovzaqdachin 8 gram, xushpurak yupurmoq 3 tal. Sumpiyaz 80 gram, shangsay 30 gram. Zencivil bilan boshpiyaz 30 gramdan. Samsaqdan 1 bosh. Qozonga ozroq moy quyib, yer yong'oqini asta qo'riymiz. Qo'rib qizil holatga kelgan vaqtda olamiz buni. Açıq lazdı 100 gram, rəng lazdı 100 gram, ağ küncüt 50 gram, 10 gram tuz, 10 gram şeker tayyorlaymiz. 100 gram soğuk mayını quyib tekşi aralashtirib olamiz. Şimdi keyingi bosqich o'tamiz. Yer yong'oqini hayganchiga selib, yumshoq ezgandan keyin cho'qim un olat deymiz. Lazning ustiga to'kib, yaxshi aralashtirgandan keyin 500 gram zig'ir mayini quyib, may qizigandan keyin boyoq ko'ktatlarni solamiz. Sal o'tgandan keyin mana ko'rib turganinglardek yumg'oq sutni solamiz. Oqsidilla dori-darmonlarni solamiz. Yaxshi aralashtirgandan keyin mayga dori-darmon va ko'ktatlarning ta'mi butun o'tab bo'ldi. O'tgandan keyin mana ko'rib o'tganinglardek suzib elib oldik. May suzuk holatga keldi. Sal to'xtatgandan keyin mayning temperaturasiga qarab bir çümüşdən 3 bölüb dökümüz. Birinci çümüş mayını quyduq, tekşi aralashtirdik. İkinci çümüş mayını quyduq. Ravurus singishdi. Üçüncü çümüşdiki mayını quyduq. Ravurus aralashib bo'ldi. Ko'rib o'tganinglardek isil bir qacha lazjang tayyor bo'ldi. Buni damsa g'ayrat qilinglar. Lazjang etishning usuli. Xo'jav